Hammaga salom. Yuqorida aytganimdek, shu ishimni tugatib, men ovqatlanib bo'lib va muolajalarimni qilib, men hozir kompyuterga o'tirdim. Fikrimni bildirgani. Umid qilamanki, mana shu yuzimdagi narsalarga e'tibor bermaysizlar, chunki o'tgan safar ham mana shunday narsa bilan video qilganimda rosa kulgansizlar. Ba'zilari bachkanalikka borib, betiga sperma choplayapti deyishgan. Ajoyib. Bu shunchaki krem, yuzimda akne degan muammo bor. O'zbekcha ruscha qilib gapirganda ugri. Men mana shunday muolaja qilishga majburman. Shu joyda siz aytishingiz mumkin, videodan keyin muolajangni qilsang bo'lardi-ku deysiz-ku, lekin bizda 10:30 hozir. Buni qilishim kerak, chunki hozir uxlayman. Bu qurigandan keyin qurib qolsa yotaman. Ertaga yana ish. Lekin shu bilan bu masala ham qandaydir muhim, yuzim ham muhim. Va shuning uchun qandaydir kompromissga kelishga qaror qildim va mana shu krem bilan bo'lsa ham videoni olishga. To'g'ri, sizlar uchun qandaydir hurmatsizlik bo'lishi mumkin, lekin umid qilamanki, agar saviyangiz bo'lsa, tushunasizki, ko'rinishi muhim emas, asosiysi fikr, to'g'rimi? Xo'sh, bu masala bo'yicha to'g'risini aytsam, to'liq kontekstga ega emasman. Bilganim shuki, samarqandlik Shohruh degan bola keraksiz joyda, keraksiz vaqtda, keraksiz iddaolarni keltirib qo'ygan va baloga qo'ygan. Natijada mana jazosini oldi. Keraksiz joy va keraksiz vaqt degani nimasi? Bu ular dindorlar va ateistlarning mana shunday tortishadigan joyga aloqasi bo'lmagan, dinga aloqasi bo'lmagan va o'zimni mana shunday debat, bahs va munozaralarga aloqasi bo'lmagan joyda dinni aralashtirib, mana shunday keskin iddaolarni keltirdi va ba'zi bir odamlar buni ko'rib qolib, ya'ni keraksiz odamlar bu narsani ko'rib qolib, mana buni ko'tarishdi. Shu bilan jazosini oldi. To'g'risini aytsam, jazoni o'zini adolatli deb hisoblayman va bir tarafdan yaxshilikka deb hisoblayman. Birinchisi, nima uchun men buni yaxshilikka deb hisoblayman jazoni? Kechirasizlar. Bunday hisoblashimga sabab, men endi mana shu sud proseslarida oz-moz bo'lsa ham xabarim bor. Sud odatda juda ham uzoq qandaydir jarayon. Misol uchun muxlislarim, mening shaxsiy vloglarimni ko'rganlar bo'lsa biladiki, men sudga berganman bitta odamni. Bitta odam emas, xullas bitta joyni. Va mana 1 yil bo'lyapti. Sud hali ham bo'lgani yo'q. Dushanba kuni bo'ladi aytmoqchi. Endi tasavvur qilyapsizmi, mana sud 1 yil vaqt kerak bo'lyapti. Shunday mana uzoq jarayon. Bu joyda bu bolaniki 1-2 kunda bo'lib, mana o'sha jazosini boshladi. Tushunishimcha hozir o'tiribdi. Tushunyapsizmi? Qanaqa tez bo'lib ketdi. Va bunga men o'ylashimcha asosiy sabab bu hukumat yaxshilik uchun yaxshilikka bu jazoni bergan, aholini to'xtatish, aholini tinchlatish uchun. Bunga bir nechta asoslarim bor. Birinchisi mana aytganimdek, sud jarayoni odatda uzoq bo'ladi, lekin bu joyda 1-2 kunda bo'lib ketdi. Ikkinchisi aholini tinchlatish uchun, chunki tushunishimcha ichki ishlar xodimlari o'zlari mana shu xabar nimalariga, mediaga xullas o'zlari tarqatibdi. Bu bolani jazoladik deb. Nima keragi bor ichki ishlariga bunday ishni qilishni, to'g'rimi? Jazosini oldi. Har bitta odam jazosini olganda sizga ichki ishlardan xabar kelmaydi-ku mediaga, to'g'rimi? Bo'lmasa media faqat mana shu qamalganlar bilan to'lib ketardi. Yo'q. Tushunishimcha ichki ishlar buni qilganiga sabab o'zlari mana shu mediaga tarqatganiga sabab aholini tinchlatish. Bu bola butun O'zbekistonga tarqalib ketdi. Ko'rdim, nechtadir ham 10 tachami vlogerlar ko'tarib chiqibdi buni. Va endi butun O'zbekiston hozir taniyapti bu bolani. Yuzini, ismini, nima ish qilishini, qaysi shahardaligini. Va endi aholini o'zingiz tushunib turibsiz. Afsuski asosiy qismi gapga qo'l ko'taradiganidan, ya'ni ko'p aytganman, bu narsani farosati yetmagan odam qo'l ko'taradi. Va bu bolani o'liga chiqardi. Tushunishimcha, agar hozir jazosini olmaganda. Shuning uchun tezdagina mana qildi, jazosini oldi. Bo'lmasam, haligi dubinkalangan bolani ahvoli bo'lardi. Esimda yo'q. Esinglarda bo'lsa, 2 yilmi oldin bo'lgan bitta bolani rasa solishgan, oyoqlarini sindirib. Bozorboyev, esladim. Bozorboyev ahvoli bo'lardi bu bola bilan. Shuning uchun hukumat mana o'zlari tezdagina olib kirib qo'yishdi deb o'ylayman. Lekin shu bilan mana yaxshilikka deganim yana bitta asosi bu ma'muriy jazo, ya'ni jinoiy emas.
Ma'muriy degani hech qanday tizimda ro'yxatda bo'lmaysiz siz. Bemalol boshqa davlatlarga borishingiz mumkin, bemalol ishga kirishingiz mumkin, ishingizni davom ettirishingiz mumkin, nimada yo'qsiz, ro'yxatda yo'qsiz. Jinoyatchi emassiz. Ma'muriy jazo. В углу посидел degandek. Burchakka qo'yib qo'yishdi 12 kunga. Shunaqa ma'noda keladi. Lekin bu degani bu jazo oson degani emas. 12 kun o'tirib chiqish bu qanaqa mashaqqat. Bir kun o'tirib chiqqanlar biladi. 24 soat mana shu SIZOda o'tirib chiqqanlar. Bu juda qiyin narsa, azobli narsa. Shu xulosam. Endi adolatliga keladigan bo'lsak, qaysi ma'noda adolat deyapman? Aytganimdek, aloqasi bo'lmagan, ya'ni mana shu keraksiz joyda, dinga, mana shu bahslarga hech qanday aloqasi bo'lmagan joyda va kerak bo'lmagan odamga, ya'ni tushunishimcha ateistlarga hujum qilmayotgan odamga mana shunday narsalarni yozish, yana bilmadim, balki shunday bo'lgandir, lekin men to'liq hikoyani bilmayman. Shu sababdan adolatli deb o'ylayman. Bu jazoni nizo qo'zg'ash maqsadida deb berishibdimi jazoni? Bu statya bo'yicha javob bersa bo'ladi. Jazo bersa bo'ladi. Lekin qandaydir haqorat va hokazolar, bundan oldingi videoni ko'rganimda nechtadir ham statyalarni qo'llab berishdi. Haqorat, tuhmat, palon piston. Qayerda bu yerda tuhmat? Muhammad pedofil. Bu tuhmat emas. Bu fakt. Haqorat, ya'ni o'lib ketgan odam, ayniqsa tarixiy shaxsni haqorat qilish hech qanday haqoratga kirmaydi. Bu tarixdagi, o'tmishdagi narsa. Tushunsam bo'ladi, misol uchun uning oilasi tirik bo'lsa. Aytaylik, siz qanaqadir o'lib ketgan odam, lekin oilasi tirik bo'lgan odamni haqorat qilsangiz, bunga mana jazo olishingiz mumkin haqorat uchun. Lekin o'sha tarixiy necha yuz yillar oldin o'lib ketgan odamni nima demang, hech qanaqa jazo olmaysiz. Aynan shu sababli domlalar og'zini to'ldirib Darwinni alkash deydi. Chunki jazo yo'q. Tarixiy shaxs necha yuz yil oldin o'lib ketgan odamni alkash deyishdan hech narsa bo'lmaysiz. Lekin bu joyda mana Muhammadga mana shunday qo'shimcha sifatlar keltirsa, haqoratmish. Bu ikkiyuzlamachilik. Qanaqa advokat bu, hayronman. Tushunishimcha buni mana shu mavzuni ko'targan odam advokat. Bilmadim. Xo'sh, ya'ni nizo qo'zish maqsadida agar qilingan bo'lsa, bu adolatdan. Umumiy xulosa nima? Mana shu aytganimdek, jazo yaxshilikka bo'lgan va adolatdan bo'lgan. Lekin qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, mana shu misol uchun bu bolani ko'targan mana shu o'nlab vlogerlar vijdonsiz va adolat tushunchasiga ega emas. Chunki misol uchun mana buni ko'targan mana shu vlogerlarning og'zidan chiqqan gaplarni eshitsangiz, isqirt, onang bu, oilang bu, seni unday qilaman, senday bunday qilaman, xabari yo'qki, xuddi shunda ularni ham sudga bersa bo'ladi. Haqorat uchun, tuhmat uchun va hokazolar uchun. Lekin yo'q, ular bunisini o'ylamaydi. Ular o'ylaydiki, men seni xohlaganimcha haqorat qilishim mumkin, lekin sen meni haqorat qilishing mumkin emas. Ya'ni mening dinimni. Plaksa. Bunaqalarni plaksa deydi. O'zbekchalab nima bo'ladi bilmayman. Ya'ni o'zi o'tirib olib maza qilib haqoratlaydi. Niday bo'q siz uni haqorat qilib qo'ysangiz, voydod sudga beraman. Yetib keldik. Endi maslahatim nima bo'ladi? Maslahatim, buni ko'p marta aytganman, agar siz O'zbekistonlik bo'lsangiz, O'zbekistonda bo'lsangiz, umuman bunaqa narsalarga aralashmang, o'zingizni yaxshi tiyib yuring. Chunki nima derdi? Och qornim tinch qulog'im. Mana shunday bo'lib yuring. Nima qilasiz? Nima keragi bor bunday oshiqcha muammolarni gruppalarda kimlardir bilan tortishib? O'zbekistonda bo'lmasangiz ham baribir bu sizni qandaydir xavfsiz qilib qo'ymaydi. O'zbekistonning tashqi ishlari yaxshi ishlaydi. Bu haqda ham aytganman. Ya'ni misol uchun boshqa davlatdan turib olib islomni yomonlasam bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, yo'q. Endi islomni umumiy kontekst sifatida bemalol tanqid qilsangiz bo'ladi, lekin adovatdan mana shunday o'zingiz tushunib turibsiz, qanday sifatlar bilan keltirib Muhammadni haqoratlasangiz, bu mana shu ochiq-oydin haqorat bo'ladi. Va shu sabablik bugun kunduzi ham ko'p iltimoslar keldi. Muloqot gruppamdagi, aynan gruppa, kanalim emas, gruppamdagi mana shu 2 yilgi barcha yozishmalarni barchasini o'chirib tashladik. 17 million xabarmi? Shunaqa bo'ldi. 17 million xabar. Adashmasam.
yaxshimi yomonmi kim emas hammasi o'chdi 10 yanvargacha 1,5 yildami shu to'planib qolgan xabarlar va nima ya'ni agar mening gruppamda qandaydir mana shunday keskin narsalarni yozgan tortishgan odamlar bo'lsa xavotir olmang, o'chib ketdi hammasi. Shu yana nima, iltimos davom ettirmang. Agar shunday odam bo'lsangiz tortishmang, xo'p deb qo'ying, kulib qo'ying. Ayniqsa O'zbekistonda bo'lsangiz. O'zbekistonda bo'lmasangiz ham bu sizni xavfsiz qilib qo'ymaydi. Shu joyda aytishingiz mumkin, senchi, mana sen bemalol buni qilyapsan-ku. Tushunishimcha men e'tirozlarimda va mana shu tanqidlarimda ehtiyotkorman. Ya'ni qandaydir ochiqchasiga haqoratlar qilmayman. Har bitta da'voyimga asos bor. Pedofil deyman, fakt, asoslarini keltirib berishim mumkin. O'nlab hadislar. Bit bosgan deyman, hadislar keltirib berishim mumkin. Muhammadda bit bo'lgan ko'p, o'zi terib o'tirgan yoki xotinlari terigan. Ya'ni men hamisha asosli atamalar keltiraman. Qandaydir haqoratlash maqsadida emas. Kuydirish, to'g'ri, kuydirish bor, ermak qilish bor, kulish bor. Lekin kechirasiz, bu haqorat emas, bu nizo emas. Siz meni onasi bilan yotgan deyapsiz, betingizga men sizga haqiqatdan beryapman. Haqiqatni haqorat, tuhmat va hokazolar deyish bu endi o'z saviyangizga bog'liq. Sud buni qabul qilmaydi. Va tushunishimcha mening bugungi kungacha pozitsiyam to'g'ri, chunki men necha yil bo'ldi. Men ham o'zim davrimda butun O'zbekistonga tanilib ketganman, esinglarda bo'lsa shu bahs bilan. Va yo'q, mana tinch yuribman va hukumat meni biladi, qayerdaligimni va hokazolar. Muammo yo'q. Lekin bu degani sizlarga bu narsa mumkin degani emas. Baribir har ehtimolga qarshi tinch bo'lganlar yaxshi. Va endi umuman mana shu hodisa bo'yicha bitta xulosaga keldim. Ateistlarga O'zbekistonda yordam berish kerak. Va menimcha bu bolaga aloqaga chiqsam kerak, agar o'zini topsam yoki agar siz meni ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zi chiqib bo'lib menga aloqaga chiqing, ketishingiz kerak O'zbekistondan. Misol uchun Xitoyga kelishingiz mumkin, yordam berishim mumkin bironta universitet topgani. Va mana shu bilan mana e'lon qilay, bo'lmasam harakat qilaman, agar kimdir Xitoyga shu o'qigani, ishlagani va hokazolarga kelmoqchi bo'lsa, o'qigani ayniqsa menga aloqaga chiqinglar, yordam beraman. Qaysi ma'noda? Shu qaysidir universitetga tanlashda yoki imtihonlariga yoki подготовительный kurs, ya'ni mana shu til o'rganish kurslariga, mana shunaqa narsalarda yordam berishim mumkin. Topishda va tezroq qilishda, dokumentlarda va hokazolarda. Agar mening shaharimga keladigan bo'lsangiz, balki kutib ham olarman. Ateistlarga xullas mana shunday yordam O'zbekistondan surish uchun. Shunaqa gaplar. Videoni shu joygacha ko'rdingiz degan umiddaman. Cho'zilib ketdi, lekin shu mening fikrim. Tinch bo'linglar.